Orada ancha vaqt o'tgandan keyin 60-yillarga borgandan keyin bir kun sakam aytdilarki, bizning yoshligimizda Sultonxon deydigan ta'mirchi bo'lardi. O'sha odam Shohonada ta'mir chalardi. Eng oxirida biz joyni komanini olib, o'sha ta'mirni bizga qilib chalardi. Uni otini Sato deylardi. Shu narsa yo'q bo'lib ketdi. Uni sandan chiqadi shu. Sen sabzega ham chalasan-ku. Ta'mir ham chalasan. Shuni bir repetitsiya qilib yursang-da, shu Satoni yuzaga chiqarsang dedilar. Undan keyin shu ta'mir qiladigan ustoz bilan uylariga kelib, bir kattaroq ko'rmasi boshqaroq ta'mir turgan ekan, qoni kattaroq aytdim. Shundan sal gumurab, yaxshiroq, mo'li bo'lib chiqsa kerak edi. O'sha ta'mirni qilganlariga 20 yil bo'lgan ekan, hech kim olmagan ekan. Bu do'ng'illagan ta'mir bo'lmaydi deb. Balkim shu hech kim olmagan ta'mirni men bir olib sinab ko'ray dedimda, 30-60 yil taqilgan ekanlar. Hech kim olmagan ekan ta'mir qilib chalib bo'lmaydi. Keyin men aytdim, buni men olib borib chalib yuraydi. Keyin ma'qul bo'lsa, men sizni rozi qilib ketaman. Ustoz menga, mayli, men olib ketaman. Shundan keyin bir yil uyda repetitsiya qildim. Bujja qilib chalib. Buni oti Sato bo'ldi. Keyin o'tda kalitni ichiga borib, Navoiyni chalib berdim. Men ajabimdagi narsa bor edi, uni chalib berdim. Ya hammasi mashina ko'proq chalgan. Lekin ko'p Satoda chaladigan narsalarni 60-yildan boshlab zapisga beradigan bo'ldim. Shunaqa bo'lib, keyin maqom ansamblga aylanib ketdi. Maqomlarning ichida ham ba'zi yerlarga Sato kerak bo'lsa chaldirishdi. Asosiy tanilishim, keyin Satoni ham tanitishim, yaxshi ta'mirchi bo'lib tanilishlarim hammasi 60-yildan buyog'iga boshlandi, xalq ichiga tarqaldi.